Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bugün yine aqid dersimizden davamını davamlaştırırız. Bugün 3. ders Ahl Sünnənin aqid meselelerini ispatlaşta tayindiğan asasları. Ahl Sünnənin aqid meselelerini ispatlaşta tayindiğan asasları bulup, ular bu asaslar bilen bid'atçilerden ve azgın firqalardan alayid farqlanıp durdu. Ular tövendikçe. Birinci, Qur'an Kerim ve sünnetning neslerge iman aytish ve teslim buluş ve ulug'lash. Aksichi bo'lganda bid'at ahli ve azgın taifalar ular ba'zi narsalarga iman aytidi ve ba'zilarini bo'lsa rad qiladi, inkor qiladi. Chunki ular jahillik, bilimsizlik, havoyi havasning sababidan narsalarning ba'zilariga iman aytib, ba'zilarini rad qiladi. Bunun dalillari nihoyat ko'p bo'lib, bu dalillardan Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Allah ve onun peygamberi birer ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Yani Allah ve Allah'ның peygamberi bir ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uningga muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Kimki Allohga ve onun peygamberiga osiylik qilsa, haqiqatan u o'p-o'chiq azg'on bo'ladi. Buning dalillaridan yana Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerinin arasında hüküm çıkarış için ular Allah'a ve onun peygamberiga çağırılgan çağda ular anladık ve itaat kıldık deyişleri gerek. Mana şundaq kişiler maqsadga erişkiçilerdir. Sure Nur 51. ayet. Bunun delillerinden yine Allah Teala'nın Hucurat suresinde etkan munu sözdür. Ey müminler! Sizler Allah'ның ve Allah'ның peygamberinin aldıda hiç qandaq bir işini ve sözünü aldı bilen kılmanglar. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten sözünlerini anlap durguçudur. Niyetinlerini ve ahvalınlarını bilip durguçudur. Sure Hucurat 1. ayet. Bularning dalillerden yine Allah Teala'nın tuvanki sözdür. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Perverdigarın bilen qasam ki ular yani münafıklar öz arasındaki dağdalışqa seni hüküm çıkarışqa teklif qılmağıca, andan senin çıkargan hükmünge ularning dillerdeki qılçıgın bolsun yo'qolmağıca ve ular bütünlay boysunmağıca iman etqan bolmaydı. Sure Nisa 65. ayet. Ahli Sünnənin aqid məsələlərdə tayindiğan ikinci asası bolsunmu? Bir babda, bir temada kiladigan barlıq nəslərini cuğlab, ularning hammasiga amal qilish, yani to'g'ri manhajga asosan hammasiga amal qilish. Bid'atchilar va azg'un toifalar qanday qiladi deganda, ular ahli sunnaning aksicha bir babda, bir mazmunda kiladigan narsalardan bir yoki bir qancha narsalar tayinadi, boshqa narsalarni tark etadi, amal qilmaydi. Ve o narsalarni boshqa mazmunda kiladigan narsalarga so'qashtirdi, zidlashtirdi. Ve yana shundaqla narsalardan mutashabih bo'lganlarga agishidi. Abdullah ibn Amr raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem mundaq deydi: "Ey qavm, aldirmanglar. Mushu sababli sizlardan ilgirki ummatlar halok bo'ldi. Ular payg'ambarlarga qarshi chiqqanlik uchun kitoblarning ba'zisini ba'zi bilan so'qashtirganlik uchun halok bo'ldi. Ve cezmen Kur'an Kerim ba'zisini yolg'on chiqarish uchun nozil bo'lmadi. Yani ba'zi oyatlarga zid kelmaydi. Balki ba'zisini tasdiqlaydi. Sizlar Qur'ondan bilganinglarga amal qilinglar. Bilmaganinglarni bo'lsa, bildigan kishilarga qaytaringlar." Ahli sunnaning aqida masalasini isbotlash tayinlagan 3. asosi Qur'on va sunnatga chang asilish. Qur'on Kerim va sunnat hidoyatdir va nurdir. Ahl Sunna vel Cema'a bid'atchi ve azg'un toifalarning manhajining aksicha Qur'onga ve sunnatga ching esiladi. Bid'atchi ve azg'un toifalarchi deganda ular vahiydan boshqa narsalarga tayinadi. Masalan, sofilarni misol aytsak, ular o'zlarining mashayihlarining so'zlarini ve tushlarini shariatning masdarlaridan bir masdar, dinning dalillaridan bir dalil deb qaraydi. Aksicha Ahl Sunna vel Cema'a bo'lsa Qur'on Kerim va sunnatga ching esiladi. Qur'on Kerim va sunnatni shariatning masdari, dinning dalillaridan bir dalil deb qaraydi. Buning dalillari nihoyat ko'p bo'lib, bu dalillardan Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Allah şu kitap, yani Qur'on orqali roziligini tilganlarni salomatlik yo'llari, yani Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. İradesi boyunca ularni kufr qarang'uligidan iymonning nuriga chiqirdi.
va ularni to'g'ri yo'l hidoyat qiladi. Buning dalillaridan yana Alloh taolaning tövandagi so'zidir. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Buning dalillaridan yana Alloh taolaning tövandagi so'zidir. Alloh taolo shunday deydi: Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib berdigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Buning dalillaridan yana Imom Muslim rivoyat qilgan tuvandagi hadisdir. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Maqsad kelsak, ey kishilar, ey insonlar, ogoh bo'linglar. Men faqat bir inson. Ya'ni sizlarga o'xshash bir inson. Rabbimning elchisi kelib, men javob berishimga, ya'ni uning chaqiriqiga ovoz qo'shib, oxirat ketishimga oz qoldi. Men sizlarning ichinglarda ikki ig'ir narsani qo'yib ketaman. Uning birinchisi Allohning kitobi, ya'ni Qur'on Karim. Uningda hidoyat va nur bor. Sizlar Allohning kitobini tutinglar. Uningga ching eslinglar. Aqida masalalarini isbotlashda ahl sunnat tayindigan bu asoslarning ichiga tuvandagi mazmunlar kirib ketadi. Alloh taolo va Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam Qur'onda va hadisda, sahih hadisda yo'q deganni yo'q deb e'tiqod qilish. Va Alloh va Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam sukut qilgandan bo'lsa, sukut qilish. Xuddi Alloh taolo aytgandek. Alloh taolo shunday deydi: Bilmaydigan narsangga ergashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. Inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Sura Isra 36-oyat. Ahli sunnatning aqid masalalarini isbotlash tayinlagan asoslarining ichiga yana buni mazmun kirdi. Ahli sunnat naslarni bir-biriga so'qashtirmaydi va naslar bilan aql tushungan, ammo haqiqatga va to'g'riga xilof bo'lgan naslar zid kelib qolganda bo'lsa, naqlni aqlning oldiga qo'ydi. Ya'ni Qur'on va sahih sunnatning naslarini aqlning oldiga qo'ydi. Dal aksicha bid'atchilar va ozg'un toiflar bo'lsa, aqlni ziyoda cho'ng ko'rdi va aqlni Qur'on va sahih sunnatning naslarining oldiga qo'ydi. Ular aqlni qanchalik yuqori o'rin qo'yib ketishdan qat'iy nazar, baribir aqlning doirasi, ishlaydigan doirasi cheklik. Bo'libmi g'aybiy ishlarda, ko'rmagan, ko'rib boqmagan g'aybiy ishlarda aql ishlamay qoladi. Ahli sunnaning qoidasi bo'lsa, sog'lom aql bilan sahih nasning o'tirisi zid kelib qilishi mumkin emas. Chunki Alloh taolo aqlni yaratdi. Alloh taolo shaylarning nozik taraflarini bilguchi, hammadan xabardor zotdir. Alloh taolo vahiyni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qalbiga nozil qildi. Agar aql bilan nas zid kelib qoldi deb o'ylab qilinsa, bu ikki tarafdan bo'ladi. Yoki ular keltirgan shu dalil nas to'g'ri emas, sahih emas. Yoki bo'lmasa aql fasid, buzuq, to'g'ri bo'lmagan aql. O'zining havoyi havaslari bilan bulg'unib ketgan, botil ozg'unlik yo'lida ting'irqab qolgan aql. Shuning uchun aql o'zining xizmat doirasida to'g'ri aql bo'ladi ekan, to'g'ri nasga zid kelib qolmaydi. Ahli sunnaning aqida masalalari tayingan yana bir asosi Qur'on Karim va sahih sunnatning naslarini sahobalar tushunganda tushunish. Aksicha bid'atchilar va azg'un toiflarning bu tushunchaga tutgan pozitsiyasi har xil. Va shundaqli sahobalar tutgan pozitsiyasi har xil. Masalan, ba'zi bid'atchilarni ko'rsan, masalan, Xavarij va Rafiziylar o'xshash. Ular sahobalarga ta'na qiladi, sahobalarni tillaydi. Hatta ular sahobalarni kofirga chiqardi. Sahobalarning Qur'on Karim va sahih sunnatlarni qandoq tushunganligiga diqqat e'tiborni bermaydi. Ahli sunnat bo'lsa, Qur'on Karim va sahih sunnatlarni sahobalar tushunganda tushunadi. Buning dalili Alloh taolaning tuvandagi so'zidir. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga ergashadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Ya'ni ahli sunna payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga muxolifatchilik qilmaydi va mo'minlarning yo'liga ergashadi.
Qur'on Karim va sahih sunnatlarni sahobalar tushungandek tushunadi. Buning dalillaridan yana ilgari o'tgan Irbad ibn Sariya radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan munvajdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deydi: Sizlardan kimki yashab qolsa, ya'ni mendan keyin yashab qolsa, yana nurg'un ixtiloflarni ko'rdi. Sizlar dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardan hazar aylanglar, chunki ular ozg'unliqdir. Qaysinglar mushu ozg'unlik uchrab qolsa, bid'atlar uchrab qolsa, u mening sunnatimni ching tutsin. Sizlar mening xalifalarimning sunnatini ching tutinglar va eziq tishinglar bilan ching tishlanglar. Naslarni tushunishga aloqador bir mazmun bu asrda yangidan paydo bo'lgan nasni qayta tushunish deydigan bid'at. Bu yangi asrda paydo bo'lgan nihoyat xatarlik bir fikr, nihoyat xatarlik bir bid'at bo'lib, bu bid'atni o'tirg'i chiqarganlar sahobalarning davri o'tib ketdi. Biz bu yangi asrda Qur'on Karim va sunnatlarning naslarini qaytadan tushunishimiz kerak. Sahobalar tushunganga o'xshash tushunishga bizning ehtiyojimiz yo'q. Sahobalarning tushunchasi yangi asrga mos kelmaydi deb qaraydi. Bu fikrni taqatquchilar, ya'ni bu bid'atni o'ttirg'i tashlag'uvchilarning liberalizmchilar va uningdan boshqa har xil ismlari bor. Shaksizki bu fikr e'tiqod masalasida ahli sunnaning asosiga nurg'un tarafdan zid keladi. Birinchi, bu nihoyat munkar bid'atdir. Fazilatlik 3 asrda islom ahlida tunilmagan, ko'rilmagan bid'atdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaholanki ilgirki fazilatlik 3 asrning yaxshiligiga guvohlik bergan. Va bu vaqtda mundaq degan: Sizlarning yaxshilaringlar mening asrimda yashagan kishilardir. Uningdan keyin keldiganlar, uningdan keyin keldiganlar. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ikkinchidan, Qur'on Karim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlari shariatning naslarini sahobalarning tushunchasi bilan tushunishimizga buyurgan. Shuning uchun biz bu tushunchaga zid keladigan, muxolif keladigan bid'atlardan va munkar azg'unliklardan ehtiyot qilishimiz kerak. Uchinchidan, bu bid'at naslarning ma'nolarini o'zgartirishga olib boradi. Masalan, naslarni qayta tushunish degan bu bid'atning chaqirqiq ovoz qo'shadigan bo'lsa, har bir kishi nasni o'zining tushunchasi bilan tushunib, oxirida natijada Banu Isroil qavmiga yuz bergan fojia yuz berdi. Ular haqida Alloh taolo shundoq degan: Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartirdi. Ya'ni Banu Isroil ahdlarini buzganliklari va naslarning ma'nolarini o'zgartganliklari uchun Allohning la'natiga duchor bo'ldi. Yana bu bid'atning xatiridan bu bid'at buzuqchilik va yomonlikning eshigini ochdi. Shar'iy naslar kishilarning qo'lida o'yinchoq aylandi. Kishilar bu naslardan o'zining havoyi havasiga muvofiq kelganlarini tushunadi. Shuning bilan Alloh taolo bandalardan bu naslar orqali irod qilgan haqiqat va hidoyat zoya bo'lib ketadi. Va bu Alloh taoloning insonlarni hidoyat qilish va ularni zulmatdan nurga chiqarishdagi katta hikmatiga zid ishdir. Ahli sunnaning aqida masalalarida tayindigan asoslaridan naslarni tushunish uchun arab tiliga qaytish. Chunki Qur'on Karim va sunnatlar arab tili bilandir. Qur'on va hadislarni to'g'ri tushunishimiz uchun arab tilini yaxshi bilishimiz, yaxshi tushunishimiz kerak. Shuning bilan bugungi dars mushad oxirlashdi. Alloh taolo hammamizni sog'lom aqida ustida yashig'ili va o'zining huzuriga sog'lom aqida bilan, sog'lom qalb bilan bog'il nasib qilsin. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.